Assalomu alaykum hammaga. Men mebelchiman. Sizlarga ishimdagi eng yoqimli joyni aytib bermoqchiman. Bilasizmi, bu qaysi payt? Bu shunaqa paytki, men bir necha yillardan beri juda ko'p insonlarga mebel yasab kelyapman. O'sha men aytmoqchi bo'lgan maza joyi, men u insonlarni unutgan bo'lishim mumkin. Lekin ular meni unutmagani, yillar o'tgandan keyin qo'ng'iroq qilib, yana mebel buyurtma qilishi shu payt zavqli. Ular menga bo'lgan ishonchi, bundan avvalgi yasagan mebelimizga berilgan eng odilona baho men uchun shu aslida.